Assalomu alaykum. Ana endi matematik mayatnik mavzusidan namuna ishlaymiz. Innova kitobidan. Har 3 ta masaladan bittasini ishlab beraman. Demak, 3-masala. 3-masalada nima deyapti? Uzunligi 16 mm bo'lgan matematik mayatnikning tebranish chastotasini toping. Uzunligi 16 mm bo'lgani uchun 10⁻³ ga ko'paytiraman, metrga aylanadi. Bo'lgan matematik mayatnikni tebranish chastotasini topishimiz kerak ekan. Chastota 1/2pi ildiz osti J/L, to'g'rimi? Endi buni o'rniga qo'ysak, 1/2pi ildiz osti J/L deganda 16⁻³ barobar 1/2pi ildiz ostida 10⁻⁴/16 bo'ladi. Shundaymi? Mana 10⁻³ tepaga 10⁻+3 bo'lib chiqadi. Endi bundan 1/2pi 100/4 chiqadi ildizdan va bu 25 degani. 25/2pi deb aytamiz. Javob ekan. Endi 6-masala. 6-masala. Uzunligi 16 mm bo'lgan matematik mayatnikning siklik chastotasini toping. Yana o'shanday uzunligi 16 mm degani uchun 10⁻³ ga ko'paytiraman, metrga aylanadi. Siklik chastotasi degani ildiz osti J/L ga teng, to'g'rimi? O'rniga qo'ysak 10⁻16 chiqadi va bu yana o'sha 100/4 chiqib qoladi va buni 25 deb aytishimiz mumkin. 25. C javob ekan. Xo'p, 9-masala. 9-masala. Matematik mayatnikning tebranish davri nimalarga bog'liq? Tebranish davri formulasi 2pi ildiz osti L/J. Shu formulaga asosan gapirishimiz kerak. Bu yerda ko'rib turibmiz, L bu nima? Mayatnik ipining uzunligi. J erkin tushish tezlanishi. Formulada mana shu ikkita kattalik bor, demak, tebranish davri faqat mana shu ikkalasiga bog'liq. Ipining uzunligi va erkin tushish tezlanishiga bog'liq. Endi birinchi, mayatnik massasiga. Yo'q, formulada massa yo'q, massaga umuman bog'liq emas. 2, tebranish amplitudasiga. Amplituda demak formulada yo'q, demak bog'liq emas. 3, erkin tushish tezlanishiga to'g'ri. 4, mayatnik uzunligiga. Bu ham to'g'ri. Demak 3 bilan 4 B javob ekan. 12-masala. Matematik mayatnikning tebranishlari amplitudasi 2 marta ortsa, uning kichik tebranishlar davri qanday o'zgaradi? Davrni hozirgina aytdik. Nimaga bog'liq deb? L/J. Uzunlik va erkin tushish tezlanishiga bog'liq. Amplitudaga bog'liq emas. Demak, o'zgarmaydi deb aytamiz. Amplitudani o'zgartirish mayatnik davrini o'zgartirmaydi. 15. Agar tebranishlar davri T bo'lgan matematik mayatnikning uzunligi n marta oshirilsa, tebranishlar davri qanday o'zgaradi? Tebranish davrini yozaman 2pi ildiz ostida L/J deb. Endi bu yerda aytayaptiki, uzunlikni n marta oshirish kerak. Mana uzunlik suratda turibdi. Uni n marta oshirsam, kasrni surati ortganda kasrning qiymati nima qiladi? U ham ortadi. Surat ortsa ortadi. Faqat surat n marta oshsa, hozirgi vaziyatda bu n marta oshmaydi. Sababi tepasida ildiz turibdi. Ildizi marta oshadi. Ya'ni ildiz osti n marta oshadi deymiz. Keyingi davr nima bo'lib qoladi desa, dastlabkisidan ildiz osti n marta katta bo'ladi mana. T ko'paygan ildiz osti n. Ya'ni D javob ekan. 18-masala.
Matematik mayatnikning tebranishlar chastotasi 2 marta ortishi uchun uning uzunligi qanday o'zgarishi kerak? Chastotani formulasi nima edi? 1 taqsim 2pi ildiz osti j taqsim l, to'g'rimi? Bu yerda aytayaptiki, chastota 2 marta ortishi uchun, mana chastotani 2 marta oshiryapman. Uzunlik qanday o'zgarishi kerak? Uzunlik ko'rib turibmizki, mahrajda turibdi. Demak, mahrajga teskari proporsional bo'ladi kasrni qiymati. Kasrni qiymati mana chastota 2 marta ortishi uchun mahraj bunda kamayishiga to'g'ri keladi. Faqat 2 marta demayman, sababi tepasida ildizi bor. 4 marta kamaytiraman. O'shanda chastota 4 marta emas, o'shani ildizi, ya'ni 2 marta oshgan bo'ladi. Xo'p, demak, uzunlikni 4 marta kamaytirish kerak. A javobi ekan. 21. Agar matematik mayatnik ekvatordan janubiy qutbga ko'chirilsa, uning tebranishlar davri qanday o'zgarishini aytishimiz kerak. Bilamizki, yer o'z o'qi atrofida aylanadi. Mana yer o'z o'qi atrofida aylanadi. Ekvatordagi nuqtalarga markazdan qochma kuch ta'sir etadi. Endi boshqa nuqtalarda ham ta'sir etadi. Aynan ekvatordagi nuqta katta radius bo'yicha aylanadi va unga kattaroq markazdan qochma kuch ta'sir etadi. Sababi dinamikadan bilamizki, hozir bu yerda markazdan qochma kuch ma desak, m ko'paygan omega kvadrat r formulani ishlatsak agar, yerni hamma nuqtasi bir xil burchak tezlikda aylanadi. To'g'rimi? Baravar aylanadi. Lekin ekvator eng katta radius bo'yicha aylanadi, ya'ni yerning radiusi. Radius kattaroqmi? Demak, mana bu markazdan qochma kuch ham kattaroq bo'ladi shunda. Ya'ni bu nima degani? Ekvatordagi jism markazga mj bilan tortilsa, unga markazdan qochma ma kuch ham ta'sir etadi. Va o'sha ma aytayapmizki, ekvatorda eng kattaroq bo'ladi. Bu degani jism ekvatorda eng yengilroq bo'ladi. Qutbda esa eng og'irroq bo'ladi. Bilamizki, tebranish davri 2pi ildiz osti l taqsim j, to'g'rimi? Ana endi ekvatordagi tebranish davrini yozmoqchi bo'lsanglar matematik mayatnikda, shu yerga j demaysizlar-da, j minus a deysizlar, jism yengillashayotganligi uchun. Bu degani mahrajdan nimanidir ayryapsizlar, to'g'rimi? Mahrajdan nimadir ayrilganda mahraj nima bo'lgan hisoblanadi? Kamaygan hisoblanadi. Mana qaysidir sonni ayirib taslasanglar, u kamayadi. Mahrajning kamayishi kasr qiymatining ortishiga olib keladi. Bu nima degani? Qutbdagiga nisbatan ekvatorda tebranish davri ortadi, kattalashadi. Qutbdan ekvatorga ko'chsak, tebranish davri ortadi deb aytamiz. Demak, bu yerda ekvatordan qutbga ko'chsa debdi. Shuni teskarisi. Qutbdan ekvatorga ko'chsa, tebranish davri ortadi. Ekvatordan qutbga ko'chsa kamayadi deb aytamiz. Demak, javobimiz kamayadi. A javobi ekan. Xo'p, 24-masala. Matematik mayatnik yerdan oyga ko'chirilsa, uning tebranishlar davri necha marta ortadi debdi. Demak, yerdagi tebranish davrini yozsam, 2pi ildiz osti l taqsim j bo'ladi. Ya'ni yerdagi j. Oydagi tebranish davrini yozsam, 2pi ildiz osti l taqsim j oy bo'ladi. Ya'ni 1/6 deb aytilgan. Mana yerdagi davrni yozyapman, yerdagi erkin tush tezlanishini qo'yyapman 10. Oydagi davrni yozyapman, oydagi erkin tush tezlanishini qo'yyapman 1/6. Ikkalasini sistema qilib nisbat olamiz. 2pi bilan 2pi, l bilan l qisqarib ketsa, bizada qoladi t yerdagi taqsim t oydagi barobar. Mana bu
ildiz osti 1,6 tepaga chiqib, ildiz osti 10 pastga tushadi. Ildiz osti 1,6 taqsim 10 bo'lyapti. Ya'ni bu ildiz osti 0,16 degani va bundan 0,4 chiqadi. Ya'ni T oydagi barobar T yer taqsim 0,4 yoki 2,5 yer bo'ladi. Bu nima degani? Oydagi tebranish davri yerdagi tebranish davridan 2,5 marta katta deb aytamiz. Yerdan oyga ko'chirilsa deyapti. Oyga ko'chirsak 2,5 marta ko'proq davr bilan tebranadi. Ya'ni davr 2,5 marta ortadi deb aytamiz. D javob ekan. 27. Xo'p. Biri 5 marta tebranganda, ikkinchisi 20 marta tebranadigan ikkita mayatnikning L1 va L2 uzunliklari qanday munosabatda bo'ladi? Demak, bittasi 5 marta tebransa, o'sha vaqt ichida ikkinchisi 20 marta tebranar ekan. Bu degani T vaqt ichida birinchi mayatnik 5 marta tebranadi. Xuddi shu T vaqt ichida ikkinchi mayatnik 20 marta tebranadi. Ularni davrini hisoblasak, birinchisini davri T1 barobar vaqtni bo'lamiz tebranishlar soniga. Ikkinchisini davri vaqtni bo'lamiz tebranishlar soniga. Ana. Birinchisining davri T taqsim 5 bo'lyapti, ikkinchisining davri T taqsim 20 bo'lyapti. Ana endi davom etaman. Ularning uzunliklari nisbatini so'rayapti bizdan. Davrning formulasini yozaman. T1 degani 2pi ildiz osti L1 taqsim J degani, T2 degani 2pi ildiz osti L2 taqsim J degani. To'g'rimi? Endi bu ikkalasini sistema qilib nisbat olsam, J bilan J qisqaradi, 2pi bilan 2pi qisqaradi. Bizda qoladi T1 taqsim T2. Bu tomonda esa ildiz, shuni bitta qilib ildizga olaylik. Ildiz osti L1 taqsim L2 qoladi. Endi T1 bilan T2 ni o'rniga T taqsim 5 va T taqsim 20 qo'yaman. T taqsim 5 bo'lingan T taqsim 20 barobar ildiz osti L1 taqsim L2. T bilan T ni qisqartirib olsak, mana T bilan T qisqarib ketsa va 20 tepaga chiqib 5 pastga tushadi, to'g'rimi? Shunda bu 20 taqsim 5 barobar ildiz osti L1 taqsim L2 bo'ladi. Ikki tomonni kvadratga oshiraman. 20 ni 5 ga bo'lsak 4 bo'ladi va kvadratga oshirganimda 16 barobar L1 taqsim L2 bo'ladi. Keyin L2 ni bu yoqqa olib chiqib qo'ysak, L1 barobar 16 ta L2 chiqadi. Ularning uzunligi mana shunday munosabatda. L1 barobar 16 ta L2. Javob ekan. Mana. Javob. Xo'p, 30-masala. O'ttizda aytyapti, demak, matematik mayatning uzunligi 8 cm ortganda tebranishlar davri 0,1 sekund oshdi. Tebranishlarning dastlabki davri qanday? Xo'p, uzunlikka 8 cm qo'shsam, davrga 0,1 sekund qo'shilar ekan, ya'ni oshar ekan. Shu bo'yicha ikkita tenglama yozaman. Dastlabki davr bu 2pi ildiz osti L taqsim J deyman. Keyingi davrni ustiga 0,1 sekund qo'shiladi, 0,1 sekund oshadi. Sababi 2pi ko'paygan uzunlikka 8 cm qo'shilganligi uchun, ya'ni 0,08 metr qo'shilyapti uzunlikka, bo'lingani J. Ana endi ikkalasini sistema qilaman. Hozir bu yerda nisbat olsak qiyinlashar ekan. Nisbat olsak tenglamani ishlash qiyinlashadi. Shuning uchun nisbat olmaymiz. Bu yerda aytayapti pi kvadratni J ga teng deb oling deyapti. Hozir shunda
ildiz osti j bilan pi bitta narsa bo'lib qoladi-da, mana qaranglar. Pi kvadratni j desam, bu degani pi degani ildiz osti j bo'ladi-da. Va shunga asosan pi bilan ildiz osti j ni qisqartirsa bo'ladi. Pi bilan ildiz osti j qisqaradi. Shunda endi kvadratga oshiraman ikkita tenglamani ham. Tepadagi tenglama t kvadrat barobar bo'ladi 4l ga, to'g'rimi? Pastdagi tenglama t plus 0.1 ning kvadrati barobar bo'ladi 4 kara l plus 0.08 ga, to'g'rimi? Shunda t plus 0.1 shuni kvadratga oshiraylik. T kvadrat plus 0.2 t plus 0.01 barobar 4l. Qaranglar, 4l degani t kvadrat degani-ku. Shuni men shu yerda ishlatib o'raman hozir. 4l deganda t kvadrat yozaman. T kvadrat plus 4 kara 0.08, ya'ni 0.32 bo'ladi, to'g'rimi? Ana endi t kvadrat bilan t kvadrat ayrilib ketadi bir-biridan. Qoladigan narsa 0.2 ta t barobar 0.01 ni bu yoqqa ayirish qilib o'tkazsam 0.31 bo'lib qoladimi, to'g'rimi? 0.01 ketsa bundan 0.31 bo'ladi. Shunda t barobar 0.31 ni 0.2 ga bo'lish kerak. Bu 0.31 bo'lingan 0.2. Ana. Ya'ni 31 ni 20 ga bo'lish kerak-da. 1.55 chiqsa kerak-a? Katta t edi, kichkina t yozib olibmiz-a, mayli. T barobar 1.55 sekund chiqyapti. Bu t nima bu? O, dastlabki davr. T plus 0.1 bu keyingi davr bo'ladi. Bizdan qaysini so'ragan? Dastlabki davrni so'ragan ekan. Demak, javob. Diqqat bilan qaraysizlar masalaga. 2-3 marta ko'rsanglar, yaxshi tushunib ketasizlar. Xo'p, 33-masala. masala. Lift 6 tezlanish bilan pastga tushmoqda. Liftga osilgan 1 metr uzunlikdagi matematik mayatnikning tebranish davrini toping. Demak, lift agar pastga tezlanish bilan tushsa, liftdagi jismning og'irligi nima bo'ladi? Og'irligi m ko'paygan j minus a bo'ladi. Shuning uchun ham bu yerda tebranish davri 2pi ildiz ostida l taqsim j emas, j minus a bo'ladi deb hisoblaymiz. Endi o'rniga qo'yamiz. Demak, matematik mayatnikni pastga tezlanish bilan tushirsak, u yengillashadi va formula j emas, j minus a bo'ladi. Xuddi shunday agar tezlanish bilan tepaga ko'targanimizda edi, og'irlashardi, j plus a bo'lardi, davrda ham j plus a yozar edik. Demak, 2 pi ni gapirmabdi. 2pi ko'paygan ildiz osti l 1 metr uzunlik, j minus a deganda 10 dan 6 ni ayirsam 4 qoladi, to'g'rimi? 1 taqsim 2 chiqadi bundan va 2pi ko'paygan 1 taqsim 2 desam, bu pi chiqib qolar ekan javobi. Ya'ni pi sekund tebranish davri 3.14 sekund deb aytamiz. D javob ekan. 36-masala. Pastga uch tezlanish bilan tekis tezlanuvchan tushayotgan 7 cm uzunlikdagi matematik mayatnikning tebranish chastotasini toping. Chastota 2pi ildiz osti j taqsim l bo'lish kerak. Pastga tezlanish bilan tushayotgan bo'lsa, jism yengillashadi, hozirgina aytdik. J minus a taqsim l bo'ladi endi formulamiz. Shunda bu 2pi ko'paygan j minus a 7 bo'ladi, to'g'rimi? Tezlanishni 3 degan. Uzunlik 7 cm, 0.07 bo'ladi u metrda
va bu 2pi ildizosti 100 bo'lib qoladi. Ildizosti 100 dan 10 chiqsa 20pi deb aytamiz chastotasini. Javoblar bu yoqda ekan. Voy. Taqsimi qolib ketibdi-ku buni. 1 taqsim 2pi, 1 taqsim 2pi, 1 taqsim 2pi va o'shanda 1 taqsim 2pi ni ko'paytirish kerak 10 ga. Shunda 5 taqsim pi bo'lib qolar ekan. Ming bor uzr. S javob ekan. 39-masala. Liftdagi matematik magnitning tebranishlar davri lift tinch turgan holatdagiga nisbatan ildizosti 2 marta kamayishi uchun lift qanday harakat qilish kerak? Diqqat qilamiz. T barobar 2pi ildizosti L taqsim J, to'g'rimi? Ana endi qaranglar. Davri ildizosti 2 marta kamaysin. Davr kamaysin, ildizosti 2 marta. Davr kamayishi uchun mana bu yerda maxraj qanday o'zgarishi kerak? Davr kamayishi uchun bu maxraj ortishi kerak. Maxraj ortganda, mana bu kasrning qiymati kamayadi, to'g'rimi? Endi diqqat qilamiz. Agar maxraj 2 marta oshsa, tepasida mana ildiz turibdi. Davr shunda kamayadi, lekin 2 marta emas, o'shani ildizi marta kamayadi. Ya'ni ildiz osti 2 marta kamayadi. Bu degani maxraj 2 marta oshgan. 2 marta ortishi uchun unga nimani qo'shishim kerak? Ya'ni tezlanish bilan harakat qilyapti-da hozir lift. Tezlanish bilan tepaga ko'tarilyapti. O'shandagina J plus A bo'ladi, ya'ni maxrajni oshirgan bo'laman. Plus tezlanishni nima deyishim kerak? Yana bitta J deyishim kerak. O'shanda J plus A degan joyda J plus J desam 2 ta J bo'ladi. Bu maxraj 2 marta oshdi degani bo'ladi. Ya'ni J ni o'zi emas, 2 ta J bo'lib qolyapti-da, ustiga yana bitta J qo'shilsa. Demak, jism J tezlanish bilan harakat qilish kerak. Tepaga, yuqoriga 9.8 bilan degan B javobni belgilaymiz. Xo'p, 39 edi. 42. Ipga osilgan po'lat sharcha ostiga kuchli magnit joylashtirilsa, sharchaning tebranishlari chastotasi qanday o'zgaradi? Chastota 2pi ildiz osti J taqsim L deyapmiz, to'g'rimi? Bu yerda J o'sha og'irlashib ketsa J plus A dedik, yengillashib ketsa J minus A dedik. Endi hozirgi vaziyatda tebranayotgan sharcha po'lat sharcha ekan, mana po'lat sharcha. U yerga J bilan tortilib turadi. Yerga J bilan tortilib turadi. Lekin pastga magnit joylashtirsak, magnit bu sharchani nima qiladi o'ziga qarab? Yana qo'shimcha kuch bilan torta boshlaydi. Ya'ni sharcha o'zini og'irlashganday his qiladi, mana pastga tortilib tebranadi. O'zini og'irlashganday his qilsa, mana bu J ga A qo'shiladi degani. Ya'ni suratga nimadir qo'shilyapti. Bu suratni ortishiga olib keladi. Suratning ortishi esa kasrning qiymatini kamayishiga olib keladi. Demak, surat ortishi kasr qiymatini ham ortishiga olib keladi. Demak, chastota ortadi deb javob beramiz. Ortadi, A javob. Xo'p. Keyingi masalaga o'tamiz. 42 bo'lsa, keyingisi 45. 45. Birinchi mayatnikning tebranish davri 8 sekund.
ikkinchisiniki 6 sekund. Ularning uzunliklari yig'indisiga teng uzunlikdagi matematik mayatnikning tebranish davri necha sekund debdi. Xo'p, qaranglar. Bir matematik mayatnik bor. Uni tebranishini davri T1. Boshqa bir matematik mayatnik bor. Uni tebranishining davri T2. Sababi birinchisining uzunligi L1, ikkinchisining uzunligi L2. Ana endi bizga aytayaptiki, ularni uzunliklari yig'indisidan iborat bo'lgan. Ya'ni birinchi mayatning ipini olamanda, unga ikkinchi mayatning ipini bog'layman. Ana L1 ga L2 ni bog'layman. Ularning uzunliklari yig'indisidan iborat bo'lgan matematik mayatnikni tebranish davrini aytish kerak ekan. T umumiy deyman buni, so'roq. Xo'p, birinchi matematik mayatnigimizni tebranish davrini yozaylik. T1 barobar 2pi ildizosti L1 taqsim J bo'ladi. J. Ikkinchisini tebranish davri T2 barobar 2pi ildizosti L2 taqsim J bo'ladi. Birgalikdagi tebranish davrini yozsam, T umumiy barobar 2pi ildizosti uzunlik deganda nima bo'ladi? Ikkalasining uzunligini qo'shyapmiz. L1 plus L2 taqsim J bo'ladi. Mana shuni topish so'ralgan bizdan. Faqat L1 bilan L2 nimaligi berilmagan, T1 bilan T2 berilgan. Mana shu yerdan hozir L1 ni topsam va L2 ni topsam nima ifoda hosil bo'ladi? Shuni yozaylik. Xo'p. Bu yerdan L1 ni topsam, qaranglar, birdaniga yozmoqchiman. Ikki tomonni kvadratga oshirasizlar. Keyin shu yerdan L1 ni topasizlar. Shunda bo'ladi T1 kvadrat ko'paygan J taqsim 4 ta pi kvadrat bo'ladi. Xuddi shunday L2 ni topsangizlar, T2 ni kvadrati ko'paygan J taqsim 4 pi kvadrat bo'ladi. Ana endi mana shu ikkita L1 bilan L2 ni topgan ifodamizni olib borib mana bu tenglamamizga qo'yamiz. Mana bu yerga qo'yamiz. O'shanda hosil bo'ladi bizada T umumiy barobar 2pi ko'paygan ildiz ostida L1 deganda, xo'p, qaranglar. L1 ga L2 ni qo'shishim kerak. Mana bunga dumaloqning ichidagiga, mana bu dumaloqning ichidagini qo'shishim kerak. Birdaniga J taqsim 4 pi kvadratni qavsdan chiqarib olsam, T1 kvadrat plus T2 kvadrat qoladi. Taqsim J qoladi. J bilan J qisqarsa, 1 taqsim 4 pi kvadratdan ildiz chiqarsam, 1 taqsim 2 pi chiqadi. 2 pi ko'paygan 1 taqsim 2 pi ildiz osti T1 kvadrat plus T2 kvadrat bo'ladi. 2 pi bilan 2 pi ni qisqartirib yuborsam, shunda demak faqat bizada qoladi mana shu ifodani o'zi. T umumiy barobar ildiz osti T1 kvadrat plus T2 kvadrat bo'lar ekan. Demak bu umumiy tebranish davri. Mana birinchisini tebranish davri L1, T1. Ikkinchisini tebranish davri T2. Ularni uzunliklari yig'indisidan iborat bo'lgan, ya'ni L1 plus L2 uzunlikdagi matematik mayatnikning tebranish davri bo'lyapti bizada T1 ildiz osti T1 kvadrat plus T2 kvadrat. Hozirgi masalada, ya'ni qaysi 45-masalada bizga aytayaptiki, birini tebranish davri 8 sekund, ikkinchisiniki 6 sekund. 8 bilan 6 ni Pifagor qilsanglar, 64 qo'shilgan 36 bo'lib nima chiqadi? 10 sekund chiqadi. 10 sekund. 48-masala.
8-masala. Xo'p, bir vaqtda ikkita matematik magnitlikning biri 20 marta, ikkinchisi 30 marta tebranadi. Ularning uzunliklari farqi 10 cm bo'lsa, uzunliklari yig'indisi qanday bo'ladi? Xo'p, yaxshi. Bir xil vaqt ichida boyagi masalaga o'xshab, birinchi magnitlik t vaqt ichida n1 barobar 20 marta tebranadi. Ikkinchi magnitlik t vaqt ichida, ya'ni u ham xuddi shu vaqt ichida n2 barobar 30 marta tebranadi. Bundan birinchisini davrini topsam, t taqsim n bo'ladi. Ikkinchisini davrini topsam, t taqsim n bo'ladi. Ana, davrlarini topdim. Endi ularning uzunliklari farqi deyapti 10 cm bo'lsa. Xo'p, diqqat qilinglar. Ularni uzunligini topamiz va farqini 10 cm deymiz. Yig'indisi qanday bo'ladi? Xo'p, qaranglar. Birinchi magnitlikni davrini yozaman. T1 barobar qaranglar, undan ko'ra hozir uzunliklar nisbatini topaylik. Uzunliklar nisbatini. O, boyagi masalada topdik, xuddi o'shanday qilib uzunlik nisbatini topaman. Uzunlik nisbati mana T1 barobar 2pi ildiz osti L1 taqsim J bo'ladi. T2 barobar 2pi ildiz osti L2 taqsim J bo'ladi mana. Keyin ikkalasini sistema qilib nisbat olaman. J bilan J ketadi, 2pi bilan 2pi ketadi. Qoladigan narsa T1 taqsim T2 ildiz osti L1 taqsim L2. Endi T1 bilan T2 ni bilaman. T1 ni joyiga T taqsim 20, T2 ni joyiga T taqsim 30 yozaman. Barobar ildiz osti L1 taqsim L2 bo'ladi. T bilan T ni qisqartirib yuborsam mana 30 tepaga chiqib 20 pastga tushadi. 1,5 bo'ladi bu. Men bu yerdan yozib ketaylik davomini. Shunda mana qaranglar. Mana chiziq tortamiz. Bu bo'ladi, demak, bu tomoni 1,5, narigi tomoni ildiz osti L1 taqsim L2 bo'lyapti. Kvadratga oshiramiz. 2,25 barobar L1 taqsim L2 bo'ladi. Shunda L1 barobar 2,25 L2 bo'ladi. Mana shu narsa kelib chiqdi. Boyagi savolda xuddi shu narsani so'raganda. Endi hozir bu yerda unday demayapti. Ularning uzunliklari farqi 10 cm. Ya'ni hozir bu yerda kattasi qaysi biri? To'g'ri, birinchisi uzunroq. Birinchisining uzunligi barobar, ikkinchisi ko'paygan 2,25. Ya'ni ikkinchisidan 2,25 marta uzun. Demak, uzunidan kaltasini, ya'ni qisqasini ayirsam, shunda 10 cm chiqish kerak ekan. L1 ni joyiga 2,25 L2 yozsam, ayrilgan L2 barobar 10 bo'ladi. 1,25 L2 barobar 10 bo'ladi. Shunda L2 barobar menimcha 8 cm chiqib qoladi. Va bunga asosan L1 ni topsam, uni 2,25 ga ko'paytirishim kerak. 16, 17, 18 chiqadi, adashmasam. Ha, o'zi umuman 10 cm uzunroq deb aytgan-ku. Demak 18 chiqadi. Mana L1 bilan L2 ni topdik. Birinchisi 8, ikkinchisi 18 cm. Ularning yig'indisini ayting deb bizdan so'ragan. 26 chiqadi ularning yig'indisi. Demak, C javob deb aytamiz. 48 dan keyin demak 51 masalani ishlaymiz. Menimcha shu oxirgi masala. Xo'p, gorizontal yo'nalishda A tezlanish bilan harakatlanayotgan vagon ichida tebranayotgan L uzunlikdagi matematik magnitlik tebranish davri qanday? Xo'p, qaranglar. Bu yerda mana agar liftni ichiga joylashtirib, liftni tepaga tezlanish bilan ko'tarsak dedik, tepaga tezlanish.
Jism og'irligi qanday bo'ladi? Tepaga tezlanish bilan harakatlanganda. Hozir shoshmanglar shuni. Ozgina kichikroq yozaylik. Mana liftni ichiga matematik magnitlik joylashtirib, uni tepaga tezlanish bilan ko'tarsak, bunda liftning ichidagi jismlar og'irlashadi, ya'ni m ko'paygan j plus a bo'lardi. Shuning uchun tebranish davrini nima dedik? 2pi ildiz osti l taqsim j emas j plus a yozamiz dedik. Xuddi shunday, agar lift pastga tezlanish bilan tushirilsa, unda jism yengillashadi. Ya'ni og'irligi m ko'paygan j minus a bo'ladi. Shunga asosan davri ham 2pi ildiz osti l taqsim j minus a bo'ladi. Agar endi hozirgi holatga o'tamiz. Aravachaga yoki vagonga mayli matematik magnitlik joylashtirib, vagonni gorizontaliga tezlanish bilan yuritsak, tezlanish gorizontal, j esa pastga. Ikkalasi mana 90 gradus bo'lib qolyapti, to'g'rimi? A bilan j 90 gradus bo'lib qolyapti. Bunda og'irlik ham m ko'paygan, ikkalasining ayirmasi hozir j kvadrat plus a kvadrat bo'lib qoladi vektor jihatdan. To'g'rimi? 90 gradus bo'lgandan keyin Pifagor qilib qo'yamiz. J kvadrat plus a kvadrat. Tamom. Demak, tebranish davri ham shunga asosan 2pi ildiz osti l taqsim j emas, ildiz osti j kvadrat plus a kvadrat bo'ladi. Mana. Demak, shunaqa javob bormi? B javob adashmasam, B javob ekan. Bu yerda yana bo'ldi shu. Demak, bir ikkita masalalar bor. Mana qaranglar, 52-masalaga qaranglar. L uzunlikdagi matematik magnitlik osilish nuqtasidan L taqsim 2 masofa pastda joylashgan mixga tegib tebranayotgan bo'lsa, uning tebranishlari davri qanday? Diqqat qilamiz, prujinali magnitlikda ham xuddi shunaqa bitta savol ko'rsatdim. To'g'rimi? Yarim tebranish boshqacha, yarim tebranish boshqacha. Qaranglar. Mana bu matematik magnitlik hozir bu yoqdan L uzunlikdagi uzun ip bilan tebranib keladi-da. Mana bu yerga tebranib keladi-da, lekin muvozanat vaziyatiga yetib kelganda mixga urilishiga to'g'ri kelar. Mana bu yerda mana mix bor. Teng o'rtada. Mixga urilsa, qolganiga keyin qanday ketib qoladi? Mana bunday ketib qoladi, to'g'rimi? Mana. Ya'ni kichkina ip bo'yicha tebranadi. L taqsim 2 bo'yicha tebranadi. Diqqat qilinglar. Bir marta to'liq tebranish qanday bo'ladi matematik magnitlikda? Mana muvozanat nuqtasi. Mana bu yer muvozanat holati. Matematik magnitlikning bir marta tebranishi chap tomonga boradi, keladi, o'ng tomonga boradi, keladi bo'lish kerak, to'g'rimi? Shunda bitta tebranadi. Hozir bu matematik magnitlik chap tomonga bir borib kelsa, bu nechta tebranish bo'ladi? Yarimta tebranish bo'ladi. O'ng tomonga borib kelsa, yana yarimta tebranish bo'ladi. Chap tomonga borib kelish uzun ip bilan bo'lyapti. O'ng tomonga borib kelish qisqa ip bilan bo'lyapti. Ya'ni bu degani yarim tebranish uzun ip bilan, yarim tebranish qisqa ip bilan bo'lyapti. Umumiy hisobda tebranishimiz, T umumiyimiz uzun ipdagi tebranishni yarimi va qisqa ipdagi tebranishning yarimi deb aytishimiz mumkin. Ya'ni uzun ip bo'yicha tebranganda, qaranglar, uzun ip bo'yicha tebranganda 2pi ildiz osti L taqsim j vaqtda bir marta tebranadi.
qisqa ip bilan tebranganda esa 2pi ildizosi L taqsim nima bo'ladi? 2J vaqt bo'yicha tebranadi. Lekin u yarimta bu vaqt bo'yicha, yarimta bu vaqt bo'yicha tebranyapti. Shuning uchun ham birinchisini ham yarimi, ikkinchisini ham yarimini bir-biriga qo'shishim kerak. Mana shunday qilib o'zlaringiz qo'shib olasizlar endi. Mana buni javobini topish kerak. Xolos. T1 bilan T2 ni joyiga mana bu narsalarni qo'yib, hisob-kitob qilib soddalashtirish kerak. Demak, javobi shunday bo'ladi. Hozir mana 50 haqida ham tushuncha berdim. Yarim tebranish boshqa uzunlik bo'yicha, yarim tebranish boshqa uzunlik bo'yicha bo'lyapti. Shuning uchun uzun ip bo'yicha tebranadigan davrni yarmini olaman, yarim tebranish. Qisqa ip bo'yicha tebranadigan davrda ham yarmini olaman. Chunki yarimta tebranyapti-da qisqa ip bilan ham, uzun ip bilan ham yarimta tebranyapti. Shuning uchun ikkalasini ham vaqtlarini, tebranish vaqtlarini yarmini olaman. Qisqasi shunday. Demak, tugatamiz.